Eslatib o'taman, hamma pul ishlagani kelyapti, hech kim shtraf to'lab, bag'dagi insonlarni boy qilgani kelgani yo'q. Bu sizni aybsizligingizni yoki aybdorligingizni isbotlash uchun. Aybdor bo'ladigan bo'lsangiz, sekin buni chekkaga tashlab qo'yaverasiz. Men 130 yevroga olgan bo'lsam, 1,5 million bo'lib ketyapti o'zbek puliga. Kanalimga xush kelibsizlar. Larni gapirishni yoqtirmayman o'zi, chunki kanalimga xush kelibsiz deb gapirishim kerak. Yakka-makka o'tiribmiz, 15 kishi bo'laman, to'planib videoni ko'rmayapsizlar deb o'ylayman. Bunaqa paytlar o'tib ketdi, hammaning o'zining qo'lida telefoni bor. Xo'p, mavzuga o'tamiz. Men asosan Yevropaga kelishni xohlagan yoki Yevropani o'zida bo'lgan yoki furaga qiziqqan insonlar kuzatadi. Shuning uchun sizlarga foydali bo'lgan ma'lumotlarni aytib o'tishga harakat qilaman. Garchi furani minishni boshlaganimga 4 oy bo'lgan bo'lsa-da. Meni birinchi marta ko'rib turgan bo'lsangiz, ismim Ma'ruf. So'nggi 5-6 yildan beri Yevropada yashayman. Taksi, fura va yana shunga o'xshagan boshqa ishlarni qilganman. Va so'nggi 4 oydan beri, 4 oydan beri fura minishga qiziqqanman va fura minishni boshladim. Shu o'rgangan narsalarimni va sizlarga foydali deb hisoblagan narsalarimni YouTube kanalim orqali ulashib boraman. Bundan ham zo'r videolar hali oldinda. Agar yangi bo'lsalar ham obunachi tugmachasini shipaqaytib bosib qo'ysalaring yaxshi bo'ladi. Mavzuga o'tamiz. Mavzu shundan iboratki, zaryad yo'q, mikrofoni meni eshitishdi. Agar qiziqayotgan bo'lsangiz, zaryadga qo'yib olib turib, sizlarga zo'r ovoz yetkazish maqsadida videoni olyapman. Furaga birinchi bo'lib o'tirganimizdan boshlab bizga minimal darajada kerak bo'ladigan jihozlar haqida gaplashamiz. Siz O'zbekistondan arzonroq narxda sotib olishingiz mumkinmi aytadigan narsalarni bugun yoki bo'lmasam kelganingizdan keyin o'sha nima sotib olishingizni bilasiz, garangsirab yaqa-baqa borib yurishingiz shart emas. Shu videoni ko'ringlar, sizlarga nimalar kerakligini bilib olasizlar. Shu bilan ishni boshlaymiz. Bilamiz, telefon bizga eng muhim. Hozir telefonsiz odamda o'zi yo'q. Telefon 100% kerak bo'ladi va albatta zaryadnik, mana shunaqa zaryadnik kerak bo'ladi. Buni 10 yevrodan kamroq bo'lgan summaga sotib olishimiz mumkin. Hozir buni zaryad qilayotganim sababli sizlarga cho'tka qilib ko'rsatolmayman. Va albatta bizga kabel kerak bo'ladi, 2 xil. Type C yoki bo'lmasam iPhone'ning kabel. Ikkitadan olsalaring menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi deb hisoblayman. Nimagaki o'tgan safar men telefonim turganda zaryadda edi. Telefonim tushib ketib qoldi. Tushib ketib qolgandan keyin uchi telefonim ichida qolib ketishiga sal qoldi. Bu juda ham katastrofik hodisa biz uchun. Mabodo agar telefonim ichida qolib ketadigan bo'lsa, shu zaryad qiladigan joyi ustaxona axtarishimga to'g'ri keladi katta trassada. Plus zaryadim kam qolyapti, короче, manzilimni topolmayman, shu bilan hammasi kashamanshasi chiqadi. Shuni hisobiga hamma narsalarni ikkitadan olishlaring kerak, ayniqsa zaryadnikda. Iloji bo'lsa hali originallari bor, orqasida turadi, короче, magnetlik. O'zlaringning xohishlaringga qarab, xullas. Zaryadnikni O'zbekistondan arzonroq pulga sotib olsa bo'ladi deb o'ylayman. Shuning uchun kelayotganlaringda sumkani bitta chekkasiga solib qo'ysalaring zo'r bo'ladi. Kelganlaringda 10 yevro, 15 yevroga sotib olib o'tirmaysizlar. Eslatib o'taman, hamma baqa pul ishlagani kelyapti, hech kim pul sarflagani kelmaydi. Shuni hisobiga bizga 1 yevro ham pul. Birinchi, ayniqsa yangi kelganimizda. Endi ikkinchi bo'lib, buni metga bunday qo'yib qo'yaman. Ikkinchi bo'lib bizga kamera kerak bo'ladi. Garchi sug'urta qanaqadir avariya hodisalari sodir bo'ladigan paytda kimgadir shikast yetkazsa yoki mashinaga shikast yetsa, garchi sug'urta to'lab bersa-da, ba'zi hollarda sizni aybingiz bilan bo'lmagan narsani sizni aybingiz bo'ldi deb to'nkashlari mumkin. Shu holatlarda bizga kamera juda ham asqotadi. Bu sizni aybsizligingizni yoki aybdorligingizni isbotlash uchun. Aybdor bo'ladigan bo'lsangiz, sekin buni chekkaga tashlab qo'yaverasiz. O'zimiz usul, короче. Lekin bu juda ham kerak narsa. Nimaki ba'zida yengil mashinalar o'ynashi mumkin, qanaqadir jinni furachilar bo'ladi, ular o'ynashi mumkin. Shu holatlarda siz o'z ming professional shopir bo'lganingiz bilan ham qanaqadir hodisa ro'y berishi mumkin. Shunda bizga kamera kerak bo'ladi. Ikkinchisi bo'ldi, mana zaryadligimiz bor, telefonimiz bor, kameramiz bor. 3 ta narsa. Endi to'rtinchisi, bizga 1000% kerak bo'ladigan narsa bu navigator hisoblanadi. Bu navigatorning nomi Aygo deyiladi, Aygo Maps. Aynan furachilar uchun yoki katta avtobuslar uchun moslashtirilgan. Buning ichidan hozir to'pga ulashim kerak buni yoqish uchun. Xullas multimediyasi bor, navigatori bor, yana va hokazo nastroykalari, bir muzika eshitsangiz bo'ladi. Boshqa narsalar buni kichkinasi ham bor, kattasi ham bor, bundan ham kattaroqlari bor. Bu o'rtacha razmeri. Bundan kichkinarog'i ham bor, arzonroq. Bu 100 yevro, 130 yevro atrofida turadi. 130 yevroga oldim, adashmasam.
Xo'p, nimaga bu bizga kerak? Google Maps'dan foydalanib qo'ysak bo'lmaydimi yoki boshqa navigatorlardan foydalansak bo'lmaydimi deyishingiz mumkin. Ha, bo'ladi, lekin Google Maps yoki boshqa turdagi navigatorlar faqat yengil mashinalar uchun moslashtirilgan bo'ladi. Bunda nastroykalarni to'g'rilaysiz, 4 metr balandlik, 17 metrdan 24 metrgacha uzunlik deb hammasini nastroykasini to'g'rilasiz. Sizga mos keladigan yo'llarni ko'rsatadi va shu yo'l orqali boramiz. Bilamiz, furada agar bitta xato qiladigan bo'lsak, birinchidan o'zimizga qiyin bo'ladi qaytib chiqishimiz uchun, ikkinchidan katta shtraflarga tushishimiz mumkin. Eslatib o'taman, hamma pul ishlagani kelyapti, hech kim shtraf to'lab, bag'dagi insonlarni boy qilgani kelgani yo'q. Va undan tashqari biz bo'sh vaqtimiz ko'p bo'ladi. Mana 9 soat, 10 soat ishlaganimizdan keyin o'sha bo'sh keyingi ish vaqtimizgacha zerikishingiz bo'ladi. Bitta o'zingizsiz, xullas, hech kim bilan gaplashmagansiz. Telefoningizni olib chayib o'tirishingiz keladi yoki bo'lmasam kompyuteringiz bo'lishi mumkin, planshetingiz bo'lishi mumkin, chayib o'tirishingiz keladi va albatta uni zaryadi tugaydi. Bilamiz, kompyuterlar 220 volt zaryadnikda ishlaydi va buni mashinada 24 yoki 12 olishimiz mumkin. 24 220 qilishning iloji yo'q. Buni ilojini topish uchun shunga o'xshagan moslama sotib olishimiz kerak. Bu moslama 120-130 euro atrofida, bu ham 150 adashmasam, 150 dan kamroq summaga sotib olishingiz mumkin. Mana bu yerdan 24 ga suqamiz, bu yerdan esa 220 qilib chiqarib beradi. Kompyuterimizni zaryadligini solishimiz mumkin, lekin TFL sola olmaymiz. TFLda bu yerda mana 1000 vattligi, 3000 vattligini oladigan bo'lsak, shunaqa TFL yoki bir qanaqadir kuchli vattda ishlaydigan narsalarni ishlatishimiz mumkin. Buni 1200 vattligi ham bor, 1200 ligi eng zo'ri, idealni. Agar kompyuterlarga ishlatib, bir oddiy kichkina narsalarga ishlataman desangiz, men adashib olib qo'yganman 1000 vattligini, lekin bu ham yaxshi ishlayapti hozircha, ishlama qilmaydi. Shu narsalarimiz kerak bo'ladi. Minimal darajada biz уже tayyormiz. Menejerimiz bizga adresni berishi mumkin. Adresni uramiz, kartamiz bor, kameramiz bor, zaryadligimiz bor. Yana bitta kabel zaryadliklarimiz bor, telefonimiz bor. Уже biz ishga ketsak bo'ladi. Ha, yana bitta narsa. Telefon qo'yadigan olish kerak batga. Mashinangiz o'zi 100% hammasi bilan kelmaydi. Telefon qo'yadigan olish kerak. Meni telefonim esa mana shu telefon qo'yadiganda turibdi. Короче, o'sha narsani olasiz. Bo'ldi, shu. Undan tashqari yeb ichishingiz uchun qozon, tovoq, idish, podish, bu narsalarda endi insonda o'ziga bog'liq, qancha nima olishi. Lekin buni uzun marketda ham sotadi deb eshitdim. Men 130 euroga olgan bo'lsam, 1,5 million bo'lib ketyapti o'zbek puliga. Buni lekin O'zbekistondan arzonroqqa sotib olsalaring bo'ladi. Fura minib yurgan akalar o'zi bilsa kerak, menimcha, o'sha ishlatishadi. Navigatorda bilmadim, O'zbekistonda bunga o'xshagan navigator topishingiz mumkinmi yo'qmi bilmadim. Lekin topsangiz, arzonroqqa olib keladigan bo'lsangiz, yana ham nur ustiga nur bo'ladi deb o'ylayman. Kelishingizga o'sha ishni boshlab ketaverasiz, rasxod qilishingiz shart emas. Chunki o'zi kelganingizdan keyin hostelda turishingiz kerak, sizga tofurani berish kunigacha. Hostel ham kuniga 10 euro, 15 euro adashmasam. Xullas, to ish boshlagunizcha anchagina rasxodingiz bor-da o'zi. O'shaning uchun ular tejash maqsadida mana shunga o'xshagan narsalarni olib kelsalaring, bag'i kelib ko'p rasxod qilmaysizlar. Yana undan tashqari gaz balon ovqat qilishimiz uchun 3 kilolik gaz balon olganman. Qanday ovqat qilishim haqida furada qiziqsalaring, mana shu bitta videoni qoldiraman, uni ham ko'ringlar albatta. Qanday ovqat qilganlarimni ko'rsatib berganman. Shunga o'xshagan gaz balon sotib olamiz. Narxi esimdan chiqib qoldi to'g'risi. Bo'ldi. Tayyormiz. Sizga aytmoqchi bo'lgan narsam shu edi. O'ylaymanki sizga yoqdi bu video. Siz deb gapiraman, chunki 28 kishi kuzatib turgan yo'q, meni faqat siz kuzatib turibsiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog'-salomat bo'ling, o'zingizni asrang. Bundan ham zo'r foydali, qiziqarli videolar hali oldinda. Do'stlaringizga ham ulashib qo'ying, albatta qiziqarli bo'ladi deb o'ylayman. Davay.